Savsavning Lübuni to'zaqqa dastitishi. Yaxshimisizlar do'stlar? Unda qo'sib biz davomli uch podshohlikni so'zlab ketdik. Biz oldingi filmda Lübuning savsavni to'zaqqa dastitishini ham Lübuninki savsavni tutib olay qilib, ya'ni tutib olgandan keyin bilmay qochirib qo'yganligi to'g'ri so'zlagan. Endi savsav o'zi yorilinib o'zining bargohiga ketib qoldi. Ketgandan keyin bu nayt qaqoqlab kulib turib, bu qissasini olmay qo'ymayman deb o'ziga va'da berdi. Savsavninki mushu holatidan biz buninki nayti yiroqni ko'rar, o'zini tutib olgan ajoyib cho'ng ishlarni qilishga moyir kishi ekanligini, ya'ni o'zidagi g'azab, ochchiq, qo'rqinchlarning hammasini yo'qotib, sug'oqqan holatda tafakkur qila oladiganligini his qila olamiz. Masalan, shu Lübuning yinda, Lübu tutib olgan vaqtdami, bu savsav qanadigan vaqtda oyada deb darhol qo'rqib ketmay, tamtirab ketmay, boshqa yana ko'rsatib qo'yishning o'zi buning yurigining ajoyib cho'ng ekanligini, o'zini tutib oladiganligini bildirdi. Demak, savsavninki keyingi cho'ng ishlarni qila olishdimi, shu kayfiyat omilini bartaraf qila olishda ajoyib buningki no'ch ekanligini his qilib olsak bo'ldi. Shu sabablar aninki cho'ng ishlarni qila olishiga turtki bo'lgan bo'lishi mumkin degan. Endi bu savsav qaytib kelgandan keyin bum plan tuzdi endi. Bundal bo'ldik vassam bo'lmaydi bu ishni. Cho'qim Lübudan men qisas ilishim kerak deb shuning bilan bu bir amal o'ylab topdi. Men puyanchingda o'tning orasida qilib yodlangan. Shunga sizlar bunda qushur tarqatinglar. Bizning pasibonimiz savsav puyanchingda o't tayyorlangandan keyin qaytib kelib davolash unum bermay qazo qildi deb hammanglar motam tutinglar. Hammanglar beshinglarga aqyolligini chigib turibinglar. Biz mening o'lganligimni hammasiga jakarlayapti degandan keyin degandek buning qo'l ostidagilar hammasi shunday savsav o'lgandek bir holatni shakllantirdi. Shakllantirgandan keyin bu gap Lübuning quliga yetib buni aytib qo'shib ketdi. Shu kun oqshimi savsavni qo'yib etganidan nayt achchiq gap turgan vaqtda bu xabarni olib bak qo'shib ketdi. Savsav o'libdi. Endi buning qo'shuvini boshqa odam yo'q, besh yo'q bo'lib qoldi. Bir ucum bilan yo'qitib ketmoqchi deb bu urush qilayotgan turgan vaqtda ching'u Xinghui. Bu nimishqa tuyuqsiz savsav o'lib qoldi. Undan asa o'lib qoldi. Buning cho'qim mesele var. Biz 我 aldırmayız. 们上一次见面还是在董卓的府上， 久别重逢，格外亲切呀！啊！实话告诉我，我还有5万多军士， Bu nimdeydi desem? 有100日屯粮。下邳城你也看见了， 他 高3仗后2仗， 三面环泗水， 易守难攻。 奉先，我今天来不是想听这些的，我是过来跟老友叙旧的。叙旧？ 是啊，我老实告诉你吧，天下诸侯当中，我谁都不怕，就怕你吕奉先。天下诸侯当中，我谁都不敬，就敬你吕奉先。一言以蔽之，我对你是又敬又畏啊！真的？ 那当然。你想啊，自从董卓进京以来，袁术、袁绍、刘表、陶谦、公孙瓒，还有我曹操，相继列土称霸，可是没有一个人能一统天下，为什么呢？还不是因为有你吕奉先嘛！啊！ Endi pistirmoq tushibdimi deb bo'g'icha savsavning qo'shuvini buni yupurilib atrofidan qistab Lübuni ig'ir talafotga uchirdi. Bu asosan u yerdan nurg'un qo'shin bilan bo'lgan bo'lsa, oz qo'shin bilan o'zi bilan qo'shilib mag'lub bo'lgan holatda Ching'uga qaytib keldi. Shuning bilan savsav bilan Lübuninki o'zaro bir-birisidan shunda mag'lub bo'lishi, oldi bilan savsav mag'lub bo'ldi, anandan keyin Lübu mag'lub bo'ldi degandek bo'lib, bular ikkilisi jangda nihoyat holsiraydi. Ikkala tarafning qo'shini holsirab, ikkisilar o'zining bargohlariga qaytib, qo'shinni ratkisilib, ozuqlik yig'ib, unga yaralanganlarni davolab degandek shu yerga aram, ya'ni urush damlashiga tushib qoldi. Undan qolsa savsavninki Lübuni pistirmoq dastitishi hikoyasini mushunchalik so'zlab turdi. Agar 3 podshohlikdagi
shu texmo ko'p mazmunlarni, ya'ni ig'lik tiklash, kishilik munosabat, odamgarchilik, shu xodim boshqarishga oid mazmunlarni sistemli anglamoqchi bo'lib qolsanglar, men tayyor so'zlab qo'ygan darslik bor, ostida ularni besiblar anglay olasizlar. Agar do'stlarning orasida so'zlash qobiliyatini oshirsan bo'ldi, nutq mahoratini oshirsan bo'ldi deydigan do'stlar bo'lib qolsa, bizningki maxsus nutq o'rganish turimiz bor. Shu turga qatnashsangiz, izdan nutq risolasidan bir tal suv qilamiz, nutq o'rganishdagi yaxshi yordamchi bo'la oladi. Shu orqali 6 oy tarbiyalaymiz. Siz nutq o'rganishda, so'zlashda qiynalmaydigan ishlarning oldimi bemalol so'zlay oladigan bo'lasiz. Unda qolsa, ehtiyojli qilib qolsanglar, ayrim qonunga uchur qilinglar.